Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyətində mərhum Mücahid Barat Hacimni xatırlaş fəaliyyəti ötküzüldü. 2011 yılı 3. ayının 5. günü Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyətinin uğurlaşdırışı bilan mərhum vətənpərvər Mücahid Barat Hacim vəfatının 8 yıllıqını xatırlaş fəaliyyəti ötküzüldü. Fəaliyyətə İstanbulda yaşayotgan Uyg'urlardan ko'p sonli kishi qatnashdi. Cemiyetning bosh naziri Abdulhakimxon Mahsum ve bosh katib doktor Alimjon Ataulla merhum Barat Hacimning ish izlarini tunishtirib o'tdi. 2003 yılı bizimki aramızdan Barat Hacim, Mücahid, Gazi Barat Hacim iki cumhuriyetke şahitlik olgan ve onunki fidaisi olgan 1933 İslam Cumhuriyeti Qashqarda kurulgan ve şunun bilan birge 1944'te Olcu'da kurulgan 2. Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'de asker kumandanmış vazifelerini ötügen Mücahid Gazi Barat Hacim'ninki vefat küldürmüş o. Biz bir yerden Barat Hacim'e Cenab-ı Allah'tan rahmet dileyimiz. Barat Hacim'ninki igilmez. Na hakikat aldıda igilmez, tevirmez üzünün imanını saklagan, hainlik kılmagan, sitilmagan bu ruhiden biz her zaman ügünümüz. 32 yıl Xitay'ninki turmuş yattı. Bir kıtımma özününki biraderlerini birlik hizmet kılan insanlarını satmadı. Özünün imanıdan vazgeçmedi. Turmuda namızlı kaza kılmaganlıkını, bir gün rozu tutup bir gün iftar kılan asaslı özünün hayatını devam etkizgenlikini diyen idi. Musundak bir zat, belki köp okumagan, ama lekin emili arkalık hakiki Müslümanga, bir mümingi yarışıdığan bir Müslümanlık hisletini ada kılgan bir mücahidimiz, bir gazimiz. Barat Hacim. 32 yıl turmuda yattı. Turmudan çıkan çağda 30 kilo, 29-30 kiloga çıkıp kaldı. Boyu 1 metre 90 santimetre turuluk 27-29-30 kiloga çıkıp kaldı. Şunda kıyınçılıklarını köydü. Ama özününki imanını, özülen billah mücadele kılan, cihat kılan, faaliyet kılan kırındaşlarını satmadı. Ve hakiki bir müminga yarışıdığan hisletinen hayatını ötküzdü. Çetlerge çıktı. Yani bu hisletin devam etküzdü. Etrafta Şarkı Türkistanlılarının işi de kövengen naçar illetlerge onun aldı da karıştırdı. Aldı da manın emeli çonken, manın namı çonken dep boyun egmey bir hatalıklı körsüm hakkının hatası Uygurlarının ki nimana defsendik kılısen dep aşında ahlaksızlık ve Uygurlarının işçidin. Naçar kılıklı kılan çoğlağımı yeri de onunla karıştırdı. Her yüz ma adamның namı çonken, ma adamның pulu çonken dep boyun egmedi. Özününki toğırlıkı, hakkının yanında turduğan bu şunda semimiliki, dağdan fikri, özününki hakiki, ravurus düşüncesi bilen hayatını ötküzdü. Bu bizning örnek alıdığan en çok tarifi. Biz bu Barat Hacim'den okumagan bolsunmu, ama emili arkalık özünün hayatıda bir müminga, bir Müslümanga, bir mücahitga, bir gaziga yarışıdığan hissetini biz özümüzün hayatıga örnek kılışımız lazım. Bizim içimizden muşundak Barat Hacim'larının, muşundak gazilarının, muşundak mücahitlarının çıkışı Cenab-ı Allah'tan dileyimiz. Cenab-ı Allah'a Barat Hacim, Cenab-ı Allah'tan Barat Hacim'ninki günahlarını affı kılışını, mağfiret kılışını, makamını cennet kılışını dileyimiz. Merhum Barat Hacim 1933 yılı Qashqarda kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti ve 1944 yılı Gulcu'da kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin şahidi. Şundaqla bu cumhuriyetlerinin kuruluşu jarayonida
askar va qo'mondon bo'lib alohida xizmat ko'rsatgan. Keyingi yillari Xitoyning qorong'u turmalarida 32 yil yotgan va Xitoyning qiyin qistoqlarga bardoshlik berib, hargizmi bosh egmagan qahramon kishi edi. Marhum Barat hojim turmadan chiqqandan keyinmi hardim taldim demay chet ellarga chiqib, vatan davosini dunyoga anglatish yo'lida alohida to'kpi ko'rsatgan. Yaqinqi 100 yil ichida qurilgan ikki jumhuriyatimizning shohidi, g'ozisi va qahramon yigiti Barat hojim 2003 yili 3 kuni haj qilish uchun Saudiya Arabistonga borgan va Makka shahrida tuyuqsiz vafot bo'lgan. Xitoyning qorong'u turmalarida 32 yil yetibmi Xitoy zolimlariga qilchi bosh egmagan tez tukmas mujohid qahramon Barat hojimni har doim minnat bilan yod etamiz va marhumning hayot faoliyatlarini eslab turamiz. Janobi Alloh marhumning gunohini mag'firat qilg'ay, yotgan yerini jannatda qilg'ay. Bu faoliyat yana pishqadam jamoat arbobi Abduqodir Yapchan Xitoyning zulm va besimlari to'g'risida so'z qilib, o'zining turma hayotini va o'z ko'zi bilan ko'rgan Xitoy qiyin qistoqlarini so'zlab berdi. Bizning bir qancha qarindoshlarimiz chet elda yashayotgan Turkiya ichi va sirtida yashayotgan qarindoshlarimiz mening bir qo'ri saodatlarimdan bo'libmi Xitoyga bo'lgan qarashimdan bir oz oshirib Xitoyni aytbashda deydigan tushuncha borki, bugun men shu nuqtada qisqagina uzib o'zim uchragan dasturlar, o'zim ko'rgan narsalarni sizlar bilan paylaşmoqchi. Bugun sizlardan cho'ng bu shaxsda so'zlashmoqchi. Buni anglab, bu qandaylar Abduqodir Abduqodir Yapchan dushmanga Xitoy bu qadar o'chirib ketdi degan narsani mushundan o'ylayman. Ürümçi bilan İstanbul o'rtasida bevosita havo qatnash liniyasi ochiladi. Xitoyning Haynan Avasiya shirkati Shanxay, Ürümçi, İstanbul havo qatnashi liniyasi ochilganligini bildirdi. Xabar torbatlarining Haynan Avasiya shirkatining amaldorlaridan naql qilib bildirishicha, Shanxay, Ürümçi, İstanbul o'rtasida havo qatnashi boshlash uchun munosabatli o'rinlar bilan jiddiy xizmat ishlanib o'tibdi. Haynan Avasiya shirkati 7-oyning 5-idan tortib haftada 2 qatim safar qilishni planlagan. Xitoy kommunist doiralari xalqni arablarga o'xshash qo'zg'olon ko'tarishdan ogohlantirdi. Xitoy kommunist doiralari shanba kuni xalqdan o'rta sharqdagiga o'xshash qo'zg'olon ko'tarmaslikni talab qildi. Xitoy kommunistlarining tashviqotini qiladigan kundalik gazetining to'rbat xabariga qaraganda, Xitoy amaldori Wen Jiabao ijtimoiy muqimlikqa kafolatlik qilish to'g'risida to'xtamay jar solgan. Xitoy kommunist doiralarining xalqni qo'zg'olon ko'tarmaslik to'g'risida ogohlantirishi Xitoyning 11-navbatlik atalmish xalq qurultiyi 4-umumiy yig'inining ochilishiga to'g'ri keldi. Xitoy kommunistlari hozir o'rta sharqda yuz berayotgan hokimiyatga qarshi xalq qo'zg'olonining Xitoyga ta'sir ko'rsatishidan va Xitoy xalqining arablarga o'xshash qo'zg'olib ketishidan andisha qilmoqda. Beijing va Shanxayga o'xshash cho'ng shaharlarda bexatarlik tadbirlarini kuchaytirish uchun soqchi va askarning sonini ko'paytirib, xalq ommasini qattiq kuzatib kelmoqda. Xabarda bildirilishicha, Beijingning bayonotchisi Wang Hui Xitoyda yuz berish ehtimoli bo'lgan Yosiman inqilobining hech qanday natijaga erisha olmaydiganligini da'vo qilgan. Boşun torbekti Xitoy xalqini har yakshanba kuni Xitoyning 18 shaharda hokimiyatga qarshi namoyish qilishga chaqiriq qilgan edi. O'tgan hafta Boshun torbektining chaqiriqiga ovoz qo'shib, Beijing va Shanxayda ko'p sonli kishi namoyish qilishga tayyor bo'lgan bo'lsa-mu, bu ahvoldan qattiq aloqador bo'lgan Xitoy soqchilari tarafi namoyishni qattiq bostirib, nurg'un kishini qo'lga olgan edi. Egallanishicha, Xitoylar hozir internetda davomli Yosiman inqilobi haqida bas munozir qildi ekan. Xitoyning Beijing va Shanxay shaharlaridagi Xitoylarda qo'llarida yoki so'mkalarda Yosiman gullarini ko'tarib mangdiganlarning soni ko'paygan. Yosiman gulini ko'tarib mengish modaga aylangan. Sarosimaga tushgan Xitoy zolimlari internetga bir turkum cheklamalar qo'ydi. Obama Liviyaga urush signali berdi.
Amerika prezidenti Barack Obama Liviyada fuqarolarga qarshi qattiq qo'llik qilishning to'xtatilishi uchun Amerika va xalqaro kuchlarning Liviyaga qarshi darhol harakatga o'tish uchun tayyor bo'lishi kerakligini bildirdi. Obama Meksika davlat prezidenti Felipe Calderon bilan Oqsaroyda uyushtirilgan axborot e'lon qilish yig'inida Amerikaning Liviya to'g'risida butkul tadbirlarni elish uchun tayyorlanib bo'lganligini bildirdi. Colonel Gaddafi needs to step down from power and leave. There is a danger of a stalemate that over time could be bloody. Amerika prezidenti Obama Liviya havo sohasining aeroplan uchish cheklangan rayon deb e'lon qilinishining Amerika uchun Liviyaga qarata tanlash yo'llaridan biri ekanligini bildirdi. Qazzofining muxoliflarga qarshi qattiq qo'llik qilayotganligiga g'azablanganligini ifodalagan Obama BDTning Liviyaga qarshi embargo yurgizish qarorini maqtadi.